Radiusi 3/6 ga teng bo'lgan sharga eng katta hajmli konus chizilgan. A shartida aytyapti, konusning yaso'rchisini toping. B shartida konusning o'sha eng katta hajmli konusni hajmini toping degan. Mana bu konusimiz balandligi, mana bu asosini radiusi, bu konusning yaso'rchisi. Mana bu O nuqta desak, O nuqta sharning markazi. Sharning markazi. Mana bu masofa sharning radiusini beradi. Sharning radiusi bizda shartda 3/6 ga teng degan. Mana bunga 3/6 qo'yamiz. Mana bunday tutaystiradigan bo'lsak, mana bu ham sharning radiusini beradi. Bu ham 3/6 ni beradi. Umumiy holda mana bu konusi balandligi bo'ladigan bo'lsa, bu 3/6 bo'lsa, mana pastda qolgan masofa h minus 3/6 bo'lib qoladi. Endi mana bu uchburchakchamiz uchun Pifagor teoremasini qo'llash mumkin. H minus 3/6 bilan R katet 3/6 esa gipotenuza. Pifagor teoremasini qo'llaydigan bo'lsak, R kvadrat plus h minus 3/6 ni kvadrati teng 3/6 ni kvadratiga. Buni soddalashtirib olsak, R kvadrat plus h kvadrat ikkilangani 6/6 h bo'ladi. Plus buni kvadrati 9 kvadrat 54 bo'lar ekan, teng. Buni ham kvadratga oshirib yuborsak 54 lar qisqarib ketdi-da, shundan R kvadrat topib olamiz. R kvadrat topib olsak, bularni o'ng tarafga o'tkazaman. 6/6 h minus h kvadrat bo'lib qoladi. Mana bu R kvadrat. Endi konusni hajmini yozamiz. Konusni hajmi 1/3 asosining yuzi bilan balandligi ko'paytmasiga teng. Buni asosi, konusimizning asosi doiradan iborat bo'ladi. Bu pi r kvadrat kara h bo'ladi. 1/3 pi ni yozamiz. Endi r kvadrat mana bunga teng. O'shani h ga ko'paytiramiz. H ga ko'paytirib olsak 6/6 h kvadrat bo'ladi minus buni h ga ko'paytirsak h kub bo'ladi. Endi birorta funksiyaning eng katta eng kichik qiymatlarini topish uchun hosiladan foydalanamiz. Hajmdan h bo'yicha hosila olamiz. Hozir bundan hosila olsak, bu konusdan hosila olamiz. 1/3 pi son o'zi keladi. Qavs ichidan hosila olamiz. Bundan hosila olganda 2 o'rniga tushadi. 12/6 h bo'ladi. Minus h kubdan hosila olsak 3 o'rniga tushadi. Darajadan 1 ayiramiz. 3h kvadrat bo'lib qoladi. Ana shuni 0 ga tenglashtiramiz. 0 ga tenglashtirsak bittasi h teng 0 bo'ladi. H ni qavsdan tashqariga chiqarib yuborsak 3 ga bo'lib yuboramiz. Mana buni 3 ga bo'lib yuborsak h teng 4/6 ligiga kelib chiqadi. H 0 bo'lmaydi. Buni chiqarib tashlaymiz. H teng 4/6 ga teng. Ana endi mana buni bu yoqqa keltirib qo'ysak, radius topiladi. R kvadrat topsak shu yerdan R kvadrat teng h ni joyiga 4/6 qo'yamiz. 4/6 qo'ysak 24, 24 kira 6 144 bo'lar ekan. Ayrish h kvadrati, buni kvadrati 16, bu 6 bo'ladi. 16 kira 6 96 bo'lar ekanda. 144 dan 96 ni ayirsak 48 bo'lar ekan. Mana R kvadrat 48 ga teng bo'lib qoldi. Endi A shartiga o'tamiz. A shartimizga aytyaptiki, konusning yaso'rchisini toping. Mana bu balandlik, mana bu radius, bu yaso'rchi. To'g'ri burchakli uchburchak bo'lganligi uchun Pifagor teoremasini qo'llasa bo'ladi. Bu gipotenuza, bu bilan katet bo'ladigan bo'lsa, demak L kvadrat teng h kvadrat plus
R kvadrat bo'lib qoladi. H kvadratimiz mana bu. 16 kare 6 dedik. 96 bo'lar ekan. Plus R kvadrat 48 bo'ladi. 144 shundan yasovchini topsak, 144 dan ildiz chiqarsak, 12lik kelib chiqadi. Demak, A shartning javobi 12 bo'ladi. B sharti konusning hajmini toping degan. B konusini qaytadan yozib olamiz. 1 taqsim 3 pi R kvadrat H. 1 taqsim 3 pi ni joyiga 3 qo'yamiz. R kvadrat bizada 48 bo'ldi. H joyiga 4 ildizni o't qo'yamiz. Mana bu yerda 3 lar qisqarar ekan. 48 kare 4. Demak, ildizni o't keladi bu yerda. 8 kare 4 2 3 4 bo'ladigan bo'lsa 16 9. Demak, konusimizning hajmi 192 ildizda 6 bo'lib qoladi. Mana bu javob.